90 kunlik e'lon qilingandan keyin markazimiz bilan 90 kunga mo'ljallab tadbirlar rejasini tuzdik. Bugun mana metodik xizmat ko'rsatish bo'limi metodistlari bilan mana shu oromgoh terrasa chiroyli tadbir tashkil etildi. Gulassalxon bizni bolajonlarimiz mana yil davomida bilim olishadi-yu. Mana shu bilimlarni endi mana sizni metodistlaringiz orqali ular amaliyotda sinab ko'rishyapti-da. Masalan, 4 ta bekat qilindi. Mana shu 4 ta bekatda biz bolalarni qamrab olganimiz, ayni masalan, Sarguzashta orolida masalan matematika, hisobot shular bo'yicha ular amaliyotni bajarishyapti. Har xil o'yinlar, interaktiv o'yinlar bilan. Bilasizmi, bolalar ta'til paytida ko'p maktabda o'rgangan ma'lumotlarni ko'pini esdan chiqarishadi, o'yin bilan bo'lib ketishadi. Hozir mana shu bugungi tadbirni tashkil etishdan maqsad ham shuki, bular ta'til vaqtlarida olgan bilimlarini eslaridan chiqarmay mustahkamlab olish kerak. Endi tadbirda metodistlarimiz shunaqa noan'anaviy tashkil etishibdiki, har bitta bekatda bitta fanga mo'ljallangan topshiriqlar bor. Bolalar buni dars o'tganda emas, o'yin tarzida bajarib, lekin shu bilan birga bilimlarini ham mustahkamlab boradilar.